Assalomu alaykum barchaga, xayrli kech. Sizlar bilan va'da qilganimdek kechirimli bo'lishni va kechirishni o'rganamiz. Videoim ozgina kechga qolib ketdi. Ishim va farzandlarim borligi uchun ozgina kechga qoldim. Bittasi menga kommentariyamga yozaveribdi, dugonam. Yasanib chiqsang, bo'yanib chiqsang bo'lmaydimi deb. Eng asosiysi qalb go'zalligi. Qalbimiz go'zal bo'lsin. Yuz tashqi husn bu Allohdan bergan chiroy. Ming yasanib, ming chiroyli bo'ling. Agar til zaboningiz shirin bo'lmasa, siz hech kim emassiz. Kechirimli bo'lish bu judayam og'riqli narsa. Bilasizmi, agar siz biror kimsadan emas, o'zi hech kim bizni tashqi omildan kelib xafa qilmaydi. Xafa bo'lsangiz ham o'zingizni yaqin insonlaringizdan xafa bo'lasiz. Sizni yaqinlaringiz xafa qiladi. Begona inson hech qachon sizni xafa qilmaydi. Kelib turib, tanimagan inson sizni kelib turib xafa qilmaydi-ku, to'g'rimi? Sizni yaqin insonlaringiz, o'zingiz suyangan, o'zingiz ishongan insonlaringiz sizni xafa qiladi va siz xafa bo'lasiz, ko'nglingiz og'riydi, dilingiz og'riydi, bir xillar bo'lsa voz kechib ketadi, kimlardir bo'lsa ko'ngliga tuyib qo'yadi. O'sha narsa, og'riqli narsalar sizni ong ostingizni zaharlaydi va ko'nglingizga olib tugib yurganingiz sizni betob qilib qo'yishi ham mumkin. Har xil kasalliklarni kelib chiqarishi mumkin. Siz urishdim deysiz-u, baribir ichingizni kemirasiz, o'ylanasiz. Nimadir ish qildimki, nimaga u menga shunaqa qildi? Men unga suyangandim, bor dardimni aytgandim deysiz. Og'riqli narsa-da bu. Bir hikoyacha aytib beraman. Bir kuni bitta yangi o'qituvchi o'quvchilarga o'sha kechirim haqida so'zlab bermoqchi bo'libdi va ularga oddiy shaklda gapirib bermoqchi bo'lmabdi-yu, o'yin sifatida kechirim haqida ma'ruza o'tib berishni xohlabdi. O'quvchilarga aytibdi, o'quvchilar, sizlar bilan bitta o'yin o'ynasak maylimi degan ekan. O'quvchilar ham rozi bo'lishibdi. Ertaga debdi, har bittangiz 10 tadan kartoshka olib kelasiz debdi. Keyin o'quvchilar hayron qolibdi. Qanaqa kartoshka desa, yeydigan kartoshka debdi. Keyin xo'p debdi. Agar aytganimni qilsangiz o'ynayman, aytganimni qilmasangiz o'ynamayman debdi. Aytganingizni qilamiz debdi o'quvchilar ham. Keyin 10 ta kartoshka olib kelishibdi. Keyin ustoz aytibdi, 10 ta kartoshka olib kelgan bo'lsangiz, har bir ko'nglingizni xafa qilgan insonni ismini yozing kartoshkalarga debdi. Nimadan xafa bo'lgan bo'lsangiz, kimdan xafa bo'lgan bo'lsangiz, yozing kartoshkaga debdi. Ana bu bolalar ruchkada yozibdi kartoshkaga kimdan xafa bo'lganini, nimaga xafa bo'lganini. Bir xillar 5 ta yozibdi, bir xillar 6 ta yozgan, bir xillar 4 ta, bir xillar 3 ta, bir xillar 2 ta. Xullas kalom 10 ta kartoshkani olib borgan bo'lsa, nechta xafa qilgan bo'lsa insonlarni hammasini yozibdi va paketlarga solibdi. Keyin ustoz aytibdi, bolalar, sizlar bilan kelishgandik, oxirigacha o'yin tugaguncha boramiz debdi. Shunda o'quvchilar, nima qilamiz ustoz bu kartoshkalarni desa, sumkangizga har darsimda kelib olib kelib yurasiz debdi. Shu bilan bolalar rozi bo'libdi. Kun o'tibdi, kunlar o'tibdi, kartoshkalar chiriy boshlabdi va yomon hidlar chiqarish boshlabdi. O'quvchilar keyin o'qituvchiga aytishibdi, ustoz, maylimi, shu kartoshkalarni tashlab yuboraylik. O'sha bizga hamma yomon ko'z bilan qarashni boshlayapti debdi. Nima uchun desa, chunki kartoshkalar chiridi, o'zidan yomon hid chiqaryapti. Hamma bizdan qochishga o'rganishyapti debdi. Biz ham g'alati bo'lib ketyapmiz, jamoat joylarda yura olmayapmiz degan ekan. Ana ko'rdingmi debdi.
sani dilingni og'ritgan insonlarni kechirmas ekansan, sen shu og'ir yuk bilan hidlanib yurasan, debdi. Hissadan hissa shuki, xulosa qilib aytganda, biz og'riqli yuklarni orqamizga tashlashni o'rganishimiz kerak. Kechirimli bo'lishimiz kerak. Kechirib yuboring. Kim sizni xafa qilgan, qat'iy nazar nimadan xafa bo'lgan bo'lsangiz ham, to'g'ri, qiyin, lekin siz bitta harakat qilib ko'ring. Kechirib yuboring. Lekin kechirib yuborganda ham siz o'zingizga to'g'ri xulosani chiqarib olgan holda kechiring. Ya'ni muvozanatni saqlang. Muvozanatni saqlagan holda kechiring. Alloh uchun kechirdim deng-yu, salom alikdan undan yog'iga o'tmang. Chunki nima deydi? Bitta insonga ishonch bildirdingizmi? Qayta va qayta ishonch bildiring, baribir o'sha ishni qiladi. Baribir orqangizdan bugun gapirdimi, siz kechirib yubordingizmi, ertaga yana gapiradi. 3-kun yana gapiradi. Siz undan ko'rasi mana shu og'riqli narsadan o'zingizni xalos qiling. Kechirdim deng-yu, olg'a intiling, olg'a harakat qiling.